Assalomu alaykum aziz birodarlar. Silindrli boltalarni juda ko'plarini ko'rgansizlar. Bu yangilik emas, lekin biz o'zgartirish kiritganmiz ancha. Nima o'zgartirishlar? Bu silindrli boltamizga muz yorgani pichog'i bor, listlarni ham kesadi, o'tin yoradigan pichog'i bor. Keyin O'zbekistonda qishloqlarga juda kerakli narsa bu ko'chat ekkani. Qiynalib lapatkada chopmaysiz, o'zi yerda chopadi. Chiroyli krugli qilib. Bunisi kattaroq ko'chatlar ekan. Albatta bularni ham ko'rsatib beramiz. Hozir mana kichkina boltachamizda qanaqa vazifa bajarishini ko'rsatib beramiz. Mana boltamiz uchun qatirib oldik. Endi qanaqa sim kesishini ko'rsatamiz mana. Ko'ryapsizlar, mana kesyapti simlarni. Endi mana operator metalga yaqin olib keling. Mana qattiq temir bu. Stalnoy desa ham bo'laveradi. Mana shuni kesishini ko'rsatib beraman. Ko'rdilaring? Endi boltamizni chidamligini yana ham ko'rsatib beramiz. Mana qattiq metal bor. Shunga urib ko'rsatib beraman. Mana operator yaqin olib kelib turib list ko'rsating mana. Metalni o'yib tashladi. Endi buni uchini ko'rsatamiz mana. Uchiga yaqin olib keling mana. Kraskalangan joylari kraskasi qo'shdi, faqat metalga hech nima bo'lgani yo'q. Mana pichoqni singari o'tkir turibdi. O'ta qattiq metal. Muz yorgani, mana shunaqa sim keskani zo'r bo'ladi. Endi o'tin yorib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Mana o'tin yorishini ko'rsatamiz. Operator yaqinroq olib keldingizmi? Ko'rdilaring, mana tedi betonni ham o'yib tashladi. Mana. Juda oson bo'lishi mana. Mana silindrimizni almashtiramiz boltasini. 4 talikni qo'yamiz. Bir martada yorib tashlaydi, to'rtga bo'lib tashlaydi. Mana endi 4 tasi birda boltamiz qanaqa chopishini ko'rsatib beraman. Bir martada urib tashlaymiz mana. Operator yaqinroq olib keling. Mana. Ko'rdilaring, mana 4 tasi birda ham yoraveradi. Birodarlar, yerni ichiga kelib oldik. Operator chuqurni ko'rsating. Bemalol olib kelib ko'chatingizni eksangiz bo'laveradi.